Toni Kroos Euro 2024 musobaqasidan so'ng o'z faoliyatini yakunlashini e'lon qildi. Endigina 34 yoshga kirgan yarim himoyachi o'z faoliyatining cho'qqisida butsalarni mixga ilmoqda. Kroos haqiqiy maestro, u ijodkor, mehnatkash va geometriyani a'lo baholarga o'qigan futbolchi. Kroosning noodatiy qarorlarini oldin ham ko'rganmiz. Chempionlar Ligasi yarim finali tanaffusida sochini oqartishi-yu, jahon chempionati g'olibligidan so'ng butsalarini tozalayotgani barchamizning yodimizda. Ammo ayni faoliyatining cho'qqisida barchaga kerak bo'lib turganida keta olish, bilmadim bunday qila olish uchun inson qanchalik jasoratli bo'lishi kerak. Ayni shu kabi keta olishni 34 yoshli Zidan 2006-yilgi jahon chempionatidan so'ng amalga oshirgan edi. Toni kimdan o'rnak olgani ma'lum. Kroos muxlislarga bergan va'dasini bajardi. Real Madridda faoliyatini yakunlamoqda. Har doim yodimizda, har qanday holatda ham, har qanday uzatmani bexato amalga oshira oladigan Kroos daho sifatida gavdalanaveradi. Albatta, biz nabiralarimizga Kroosning o'yinlarini jonli ko'rganimizni aytib maqtanamiz. Barchasi uchun rahmat, Toni.